Annyeong qizlar. Bugun yuzingizga qanaqa uhud va kosmetika ishlatasiz, yuzingizga qanaqa uhud qilasiz deb so'raganlar uchun javob berib o'taman. Anchadan beri javob berolmayapman, video ham chiqara olmayapman. Uyda qizim bilan ishlari bilan nima qilib qoldim. Yuzimga faqat shuni ishlatardim. Oldin yaqinda boshqasini ham oldim yuzim uchun. Men bu nabor O'zbekistonda ham chiqdi menimcha, adashmasam. Yana bilmadim. Qancha mashhur borda ishlataman yuzim uchun. Buni yuzimga suratga yuzni yumshatadigan nimasi bor edi, u tugab qoldi. Mayli, uni ham ko'rsatay hozir. Xullas mana ustiga qoldi. Buni yuzni yumshatish uchun ekan. Buni telefon ustiga qo'ygandim. Xullas, mashina ishlataman yuzimga. Birinchi mana shu yuzni oqartiradi deyishdi buni. Yana bilmadim. Yuzni oqartiradi. Bu ajinga qarshi yuzingizdagi ajinlarni nima qiladi, yoyib beradi. Bu ham ajinga yuz yaltiratar ekan. Bu ko'pincha mana shuni ko'p ishlatmadim buni, ozroq ishlatdim. Erim o'tgan yil olib berganda. Mana shular ham ikkovi ham ajinga, bittasi yuzni yumshatib yaltiratadi deyishdi. Mana bu ko'z ostiga, ko'z osti qora ishlarga. Mana bu menimcha ko'zi yonidagi bunaqa ajinlarga menimcha. Yuzimda ko'p ajin yo'q, lekin baribir oldirgandim. Koreyaga kelganimda yuzimda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lib ketdi. Yuzim yuvganimdan keyin suv yomonda, bu yerda yuvganimdan keyin yuzim qizarib, nima qilib yomon bo'lib ketdi. Shu sabab men buni ham yaqinda dugonam aytganda, shu kremni olib yuzingga surib ko'r, yuzingdagi qizarishlarni, o'g'rilarni ketkazadi deb. Yuzimga oldin o'g'ri chiqmasdi, lekin Koreyaga kelganimdan keyin u ham chiqib ketdi. O'g'ri ham chiqadigan bo'ldi. Shuning uchun buni oldim. Buni olganimdan keyin yuzimda qizarishlar, o'g'rilar tugadi. Ketdi. 2 marta, 3 marta ishlatganimdan keyin nima qildi? Ketib qoldi. Yaxshi ekan ko'ruvchi bu. Keyingisi mana bular, niqoblar oddiy yuz uchun. Ampulalar deyman, nima deydi buni ko'ruvchi o'sha. Yuzimni yuvganimdan keyin oldin penkada yuzinglarni yaxshilab tozalab yuvib olasizlar. Keyin mana shu 3 tasidan birinchisi bu nima? Akursi. Shunaqa nima? Akursidan tayyorlangan ampula. Bodring. Buni yuzga 15 kilometr qo'ysalar yetadi. Yuzinglar dam olib ishlanadi. Mana bu esa kollagenli maska. Bu ham zo'r. Buni ko'pincha o'zim ishlataman, kollagenli maskani. Bu guruchli maska. Bu ham juda ham zo'r. Qaror uchayasi ham yaxshi bularni. Shularni ishlataman yuzimga ko'pincha. Boshqa hech narsa yuzimga ishlatmayman. Keyingi safar kosmetikalarimni qanaqa qilib bo'yanishimni, qanaqa kosmetika ishlatishimni ko'rsataman. Sizlar so'ragan qanaqa hudud nabor qilasiz deganlar uchun video chiqarganman buni.